Sog'liqni saqlash vaziri Asilbek Xudayarovning buyrug'i bilan Toshkent shahar onkologiya shifoxonasi respublika ixtisoslashtirilgan onkologiya va radiologiya markaziga qo'shilyapti. Shahar kasalxonasi xodimlari va u yerda davolanayotgan bemorlar bundan norozi. Я прошу вас, господин президент, защитите нас. Hurmatli prezident, bizni himoya qilishingizni so'raymiz. Bizda saratonga chalingan bemorlar kasallik aniqlangan kundan boshlab kuzatuvda bo'lishadi, yillab davolanishadi. Ro'yxatda turgan kasallar kerakli tekshiruvlarni tekinga o'tishadi. EKG, UZI, boshqa tekshiruvlar va shifokor konsultatsiyalarini olishadi. Yangi shifoxonada bu xizmatlar pulli ko'rsatiladi. Hozir bizda 500 nafar bemor davolanyapti. Yiliga 10 mingdan ortiq bemorlarga xizmat ko'rsatamiz. U yerga ko'chirilsa, markazdagi 60% xodimlar ishsiz qolishadi. Ma'lumot o'rnida Toshkent shahar onkologiya shifoxonasi qariyb 8 gektar yashil hududda joylashgan bo'lib, ayni paytda poytaxtga toza havo ulashayotgan o'pkalardan biri desak ham bo'ladi. Shifoxona hududini olishdan maqsad nima deb o'ylaysiz? Keyin nima bo'ladi bu joy? Я не знаю, я не знаю. Это очередной бизнес-проект, который выгоден некоторым людям. Bu navbatdagi biznes reja kimlar uchundir? Men 20 yildan beri reanimatsiyada ishlayman. Bemorlarning yaqinlari bu yerga kuniga 2-3 martalab qatnashadi. Shifoxonaning ko'chirilishi ularga ham qiyinchilik tug'diradi. Можно я скажу? Я здесь работаю уже 30 лет. Men 30 yildan beri ishlayman bu yerda. Yangi kasalxona 7 qavatli bino. Yozda 70 daraja issiqda yotishadi bemorlar. Bizni shifoxona xuddiki daraxtzor. Bu yerda bemorlar sayrga chiqishadi. Qayd qilayotgan, ko'ngli aynayotgan kasal palatada qanday o'tiradi? U yerda hali bitta daraxt yo'q bo'lsa atrofda. O'zbekistonda 100 mingdan ortiq saraton xastaligi bilan kurashayotgan bemorlar bor. Onkologiya xizmatlariga talab yuqori bo'lgan, joylar yetishmayotgan bir paytda kasalxonaning yopilishi bemorlarni ham norozi qilyapti. Kelib yotganimga 10 kun bo'lgan bo'lsa, operatsiya bo'ldim. Besplatniy ukajon to'g'risini aytibman. Yotgan ko'ykam besplatniy, 3 mahal 4 mahal ovqat berishyapti, Xudoga shukr. Bizga shu joy yoqadi. Biz iltimos qilamiz shu yerda qolishligini. Xo'sh, kasalxona bo'shatilsa, bu joyning taqdiri nima bo'ladi? Agar kasalxona hududining katta, transport uchun qulay va shaharning qimmat xaridorgir nuqtalaridan biri ekanligini inobatga olsak, bu savol yanada o'rinli bo'ladi. Toshkent shahar hokimligi axborot xizmatining kun.uzga bergan ma'lumotiga ko'ra, bu hali noma'lum. Bino keyingi yil Davlat aktivlarini boshqarish agentligi tasarrufiga o'tkaziladi va uning kelgusi taqdiri shundan keyin hal qilinadi, deyiladi ma'lumotda. Yodingizda bo'lsa, 2022-yilda Toshkentdagi 3 ta katta onkologiya binolari, Respublika onkologiya markazi 281 milliard, Toshkent shahar filiali 160 milliard va Toshkent viloyat filiali 92 milliard so'mga baholangan va auksion orqali sotuvga qo'yilgan edi. Jamoatchilikning qattiq qarshiligi sababli bu sotuv to'xtatilgandi. Hozirgi holat o'sha voqealarning imijimida amalga oshirilishini bildiradi. Bundan keyingi manzil esa onkologiya dispanserining viloyat filiali bo'lish ehtimoli bor. Sog'liqni saqlash vazirligi bu masalada hali o'z fikrini bildirmadi.